Assalamu alaykum. Uyg'ur Rapligi program ko'rmanlari programmamizga xush keldinglar. Mehmet To'xtatoğlu efendim programı hoş geldiniz. Va alaykum assalom. Sen hoş geldin. Bugünkü suallarımızı başlaştım burun yana burunqidek bizni hoş belişinglarni, bizga aktiv inkas yazışinglarni, anan keyinden yürekleringlarni, barmoqlaringlarni besib etishinglarni tövənçilik bilan so'raymiz. Boshqa ta'kidlab qo'yadigan narsa bormi sizningki? Yo'q, sen degan gapni qaytib bir o'taymi ya. Bo'ldi. Endi programmamizni shu G7 yaqinda G7ning yig'ini oyoqlashdi. Shuning bilan boshlaydi. Endi G7da bu ministrlar yig'inida Uyg'urlarning masalasimi bu endi bunda nima emas bakroq savdo setiq tijoratga aloqador bir narsaninki nimasi ham yig'ini. Shundaqda Uyg'urlarning masalasini deb qo'yib o'tib ketibdi. Şu bu memde bir yaxshi bir nima deb qarayman, yaxshi taraf deb qarayman hamda. To'g'ri. Bunun qarta hamda nimalar ta'kidlandi masalan. Bu yana Uyg'ur masalasi balkim o'ttirdan tushib qolishi mumkin deb deyishgan to'qoldinqi haftalarda yoki oldingi oylarda. Hamda bu bir yaxshilikdan nimami yoki qaysi tarafdan tushunamiz buni? Shuni bir ochiqlab beramiz. Şu G7'ninki Tashqi ishlar ministrlar yig'ini Italiyada o'tkazildi. O'tgan hafta. Doğru. Yani 24-27-gacha. Bu yig'inninki oxirida e'lon qilgan bayonotda hamda biz to'g'riliqmi azroq bir gap bor. Yamanchiq gapmi yo'q hamda. Faqat shu Xitoydagi kishilik huquq masalalariga ko'ngil bilamiz. Bo'libmi Xinjiang, ya'ni shularning iborasi bo'yicha Xinjiang va Tibetdagi kishilik huquq daftarchiliklarini din qattiq bearam bo'lyapmiz. Undan boshqa Hong Kongdagi 45 ga yaqin Xitoy demokratlarini tutib ig'ir darajada qamoq jazosi berdi-ku o'tgan hafta bilishimcha. Shunga qarata o'zininki afsuslanganligini, Xitoyninki xalqaro mas'uliyatini ado qilmayotganligidan ranjiganligini bildiribdi. Ya'ni shu uzun bayonotning ichida hamda Xinjiang degan xat bor. Shunchalik endi. Albatta endi G7dagi bir dunyodagi eng kuchli bir tashkilotningki bayonotida bizningki gapimizning anchalik chiqishi yana ahamiyatga ega. Shunga nurg'un tashkilot, nurg'un medialar, nurg'un gaplar to'g'risida yana shu yerni kesib olib, shu bir og'iz gapni G7 boshliqlari Xitoyning kishilik huquq vaziyatini tanqidladi deb xabarlanishildi. Ya'ni shu gapning qisqarilganligidan biz qayta kun tartibga kelgan bo'ldik ma'lum medialarda. Andaga Xitoymi shuni tutib aybladi. G7ninki Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini tanqidlashi, bema'ni Xitoyning ichki ishiga aralashganlik degandekchu. Ama bu G7'ninki bayonotining asosiy qismi hamda birinchisi Ukraina. G7'ninki Ukrainani qo'llashni davomlashtirganligi, maydonni qat'iy davlatmaydiganligini bildirgan. Bundan qolsa ikkinchi cho'ng temasi O'rta Sharq, Falastin Isroiliya masalasi. Ya'ni Falastin Hamasni ayblaydiganligi, Isroiliyaninki o'z qo'g'dash huquqini qo'g'daydiganligi, lekin Isroiliya xalqaro qonun va o'zining qonunlariga munosib harakat qilishi kerakligini ta'kidlagan moddalar bor. Undan keyin Ironni ayblaydiganligi, Ironninki O'rta Sharqni qalaymaqon qilayotganligidan beramligi. Bunun alaqadar bir sual var bence. Bunu shunchalik to'xtalsak. Tamam. Undan keyin shu Xitoy qismiga kelganda Xitoyning asosligi shu Xitoyninki Tayvan Janubiy Xitoy dengizidagi ig'vogarchiliklarni ayblash, tanqidlash qatorida so'zlab kelib shu Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga kelgan vaqtda bizningmi Xitoy qo'yib bergan Xinjiang degan ismimiz bor. Shuni tilga olib o'tib ketibdi.
To'g'ri, hamda bununla aloqadormi bir xabarlar ishlangandan keyin yana bir qatim qiziq nuqtaga chiqqan bo'ldik yoki Şu yana Aha, shularning bayonotida ta'kidlanganligi hamda ma'lum kun tartibdan o'rin olishimizga foydali. to'g'ri. Hamda bununla mushunchlik to'xtalayli menimcha bu deb o'tib ketgandan keyin biz deb o'tib ketaylik. Biz Hamda buncha to'xtalmadik. hamda hozirgacha masalan mishaga ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bugungi programmamiz haqiqatan bak ajoyib qiziq, bak muhim masalalarni ko'rgan asosda olib boramiz. Shunga miyaga ko'rganlar oxirigacha mencha ko'rishinglarni tuvanchik bilan so'raymiz. Boshda deb qo'yishni unutib qolibdim endi. Kömgeli armanda deb qo'y. Ko'rmaganlar armonda degandek. Hamda ikkinchi bir savolga kelsak, Volkswagen'niki Sharq Turkistondan chekinish qarori. Hamda buning hamda yillardan beri namoyishlar, buning qarshi harakatlar, programmalarda buningki nim qilishi, qarshi turilish degandek beryapti. Ba'zi tashkilotlar masalan buning qarta o'zinikini ayt kuch chiqarganligini masalan buningki Bu töhfə kimga mənsub? yo'q, kim mas'ul. Volkswagen'niki aşağıdan chiqib ketishiga, Sharq Turkistondan chiqib ketishiga nihoyat belgilik ta'sir ko'rsatganligi to'g'riliq deyapti. Hamda buni bu shaklda o'ylasaqmi balkim bir taraflama ko'p qilish mumkin deb o'ylayman. Chunki bir shirkat hamda necha yilning yoqi bu chiqib ketmay hamda bugun chiqib ketishidagi sabab hamda masalan oldingi programmalarda masalan Amerikaning saylamlarini deyishdik. Masalan Rossiyaniki masalan Rossiya bilan Ukraina urushlari ba'zi davlatlarning ikki tarafga bo'linayotganligi degandek ba'zi narsalarni dedik. Masalan uningdan belak Yevropaninki Xitoy masalan mallarga yana bajni yuqorilganligi ba'zi narsalarga yana O'tgan hafta bizda Yevropa Ittifoqininki majburan munosabatlik mallarni cheklash haqida qonun chiqarganlik, qaror chiqarganligini muzokara qilgan. Muzokara qilgan to'q masalan. Hamda bu bir qator masalalar bor-da bu yerda. Buningga sabab bo'lib qolgan masalalarni bir ko'rgan asosda deb chiqamdiq mencha. Buyum deb qarayman. Bu bir ham Uyg'urlarning yana bir qatim kun tartib kelishiga yani keyin nim bo'ldi deb qarayman deb. Nihoyat muhim deb. Uzun yillardan beri Uyg'urlar tashkilotlar buningga ham kuch chiqaryapti. Ham buningga ham bu yerda bu kuch chiqarganlik sababchilarmi yoki mushular chiqib ketishga majbur bo'lib qoldimi? Shuni nima qilgan asosda bir yo'ritib beramiz bu masalani. Hamda bu yerda Volkswagen'ninki bu qarorni chiqarishiga kishilik huquq andishisi muhim rol o'ynaganmi yoki iqtisodiy manfaati yoki bo'lg'usi siyosiy besimlar, xirislar asosiy rol o'ynaganmi uni aniq bilmaymiz. Xo'sh. Chunki Volkswagen bu chaqqicha bu kishilik huquq dafsandachiligi majburan kechirilib qolgan bo'lsa-mu, hozirgacha o'zini oqlab kelgan bizda unda narsa yo'q debchi. Bizda undaq narsa yo'q deb kelgan. Shunga ularda kishilik huquq andishisi agar hozirgi bayonotda e'lon qilgandek iqtisodiy manfaati muhim bo'lsa, dastlab bu andishalar o'tirg'i chiqqan aman yoki ularningki mal setish o'rinlarida shirkatlarning oldida Uyg'urlar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin namoyish qilgan aman buningga ijobiy ifoda bildirish kerak dastlabchi ular. Xo'sh. Biz bu xil ahvolni uqmaydi ekanmiz, biz buni tekshiramiz, shundaqmi? Xo'sh. Biz buni tekshiramiz, shunga xotirjam bo'linglar degandek. Ammo undaq bir samimiyatni Volkswagen'dan ko'rmaganmiz. Ular o'ziniki ta'minot zanjirida majburan yo'qligida ching turib kelgan. Shundaqmi? Mening bilishimcha shunaqa. Endi chiqqandan keyin endi biz iqtisodiy manfaatdan inson haqlarini muhim o'rin qo'yamiz deyapti. Albatta bu endi ularningki diplomatik so'z ishlatishi. Xo'sh. Ammo mayli Uyg'urlar bo'lsin yoki boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin,
bu teşkilatlarını Nokul Volkswagen emas, başka muşkil teşkilatlarını eyiplep kelganligi ve bu eyipleşlerinki medialarınki besimi neticesinde o teşkilat, o şirketlerinki inovatga ta'sir yetkazib kelayotganligi bir amaliyot. Doğru. Bir amaliyot. Şuna hamda ular bundan rahatsız. Mesela sen bir şirket hocayını bolsan, senin şirketin üstünde bundaq gaplar bolsa, sen elbette ondan rahatsız bulsa hamda bir yaram bulsa. Faaliyetçiler seninki dükkanlarının aldığı varıp faaliyet kılsa, medialarda seninki melaninki başkalarını mecbur işletiş bilen hakkının emgekini uğurlaş bilen işlep çıkarılganlığı oturup koyulsa, sen onu rahatsız bulsa şundaq o. Doğru. Şuna bu meselenin ahlaki terpi, vicdani besim terpi elbette bir reallik, mevcut ahval. Ama Volkswagen'ın çekinişige bu asası amil bulup rol oynagan mı yoki emas mı degan savolga kelsak, menimcha buningdan bekrek albatta bu xil tarafmi borda. Ama bu yerda g'oyat zo'r bir ziyon bor, chunki salgan mablag'niki ko'pinchisini qaytarib ololmaydi. Zavodni satsa Xitoy uni arzon sotib oldi yoki hatto o'zing mablag' salgandan keyin hamda ishlatmasang chiqib ket deydi, shundaq-ku. Doğru. Hep chiqib ket deydi. Hep chiqib ketolmaysan uni. Shuning bilan shu yerdagi yerlik hamkorlashuvchi shirkatga tashlab berishga majbur bo'ldigan gap. Endi bundaq ahvolda bu xil iqtisodiy ziyonni inovatni deb tortish kerakmi, emasmi degan masalani shirkat boshqaruvchilari o'ylashidir. Puldan inovat muhim deyish uchun u pulning miqdori oz bo'lishi kerak. Shundaq-ku? Doğru. Masalan, har qanday nochi boylar miqdor oz bo'lganda nochilik qila oladi. Biz deganda vijdon lazım, bizga iymon lazım, obro'y lazım deb. Ammo pulning summasi g'oyat zo'r bo'lgan chaqda o'chadi qolmaydi o iymon, vijdon, obro'y degan narsalar. O pul uchun anaqa inson o'ziniki abdi bashasini oshkorlaydi. Siyosatda ham shundoq. Azroq badal to'lagan vaqtda adolatni yo'qoluvchi bo'lsa, insonparvar bo'lsa, ammo hal qilg'uch manfaatlarga taqashgan chaqda u haqniki nima deyishi bilan chatiqni yo'q. O'zining abdi bashasini oshkorlab o'tirg'i tushsa. Şuna hamda bu teşkilatlarınki bu kararını çıkarışıga menimcha navbatdagi xalqarodagi siyosiy atmosfera, iqtisodiy besimlar bekrek muhim rol o'ynagan deb qarayman. Masalan, Amerikaningki majburiy emgakka munosabatlik shirkatlarni qard tizimiga kelishni davomli zo'raytishi, ondan keyin Trumpning taxtga chiqib Xitoy qarta nihoyat zo'r summada tamojna bejib qo'yishdan bishorat berishlari, ya'ni Xitoy Amerika o'rtasidagi munosabatning yiriklashishi, Yevropa ittifoqining majburiy emgakka munosabatlik qaror ma'qullashi, bularning hammasi yig'ib kelgan vaqtda u yerda ishlangan mahsulotni yana Yevropa bozoriga, Amerika bozoriga kelib sotolmaydigan bir ahvol kelib chiqadi-da. Doğru. Bu yerde cahillik bilen turuşninki faydası yok. Şuna belki Volkswagen'ınki stratejiyachileri yoki qaror berguvchilari mushlarni o'ylashib turib, biz hamanca faydalanmaydi ekanmiz taylig'in, biroqlam qutulayli bu shaltoqdan biroqlam qutulayli deb o'ylagan bo'lsa kerak deb qarayman. Aninkeyin hamda bu yerdan chiqib ketishiga Uyg'urlar qanday foydasi bo'ldi? Bu dal bizga lozim bo'lgan savol dal mushu. Yoki savol emas, to'g'risida mushu savolning javobi bizga asli kerak shu. Masalan, bu yerda kimning to'hpisi bor, kim bu yerda buningga sabab bo'ldi deb to'hpit olishdan bekrak, hamda bu Volkswagen'ninki chiqib ketishiningki Uyg'ur xalqiga nima foydasi bor? Biz oldingi qatimliq programmalarda Amerikaningki, Xitoyninki, Sharq Turkistondagi shirkatlarni to'xtamay qarshisini kelayotganligini, ammo buning yerlikdagi Uyg'ur xalqiga
qanchalik foydasining bo'lishining aniqsizligini so'zlab o'tgan. To'g'ri. Chunki biz masalan Amerika Iroqqa 10 yil iqtisodiy jazo yurgizgan vaqtda Iroqda nurg'un kishilarning ochlikdan o'lganligini bilamiz. Buning bedeliga Saddam hukumati oxirlashdi, oxirida bir peshpaga yaramay o'rildi, to'g'ri. Ammo uningki insoniy bedelini Iroq xalqi tatdi. Chunki hukmronlar yana boylik oz qolsa shu boylikni yeb yashayveradi ham deyadi-ku. To'g'ri. Ammo odatdagi xalqning kuni tashlashib ketadi. Shunga hamda Volkswagen'daki şirketninki Sharq Turkistondan chiqib ketishi Xitoyning iqtisodiga nisbatan yoki majburiy emgakka nisbatan bir zarba, bir norozilik bo'lsa-mu, ammo u rayonda xalqaro shirkatlarninki yoki xalqaroliq hech bir gavdaning bo'lmasligi yana Uyg'urlarga nisbatan foydasiz deb qarayman. Bu yerda bir endi ziddiyat bor. Chunki ular tutsa Uyg'urlarni majburiy emgakka silib ishlatsa Xitoy bilan berdishib. U texi yaxshi emas, shundaq-ku. To'g'ri. Iqtisodning Xitoyning iqtisodi tavranmay, ojizlamay iqtisodiy taraqqiy qiladi, bizning Uyg'urlar bekorchi emgakchi bo'lib ishlaydi. Hamda ular chiqib ketsa, u yerda u Xitoy hukumati tortindigan hech nima qolmaydi. Masalan, uyga mehmon kelsa-mu, ba'zi bolalarga qattiq vaqirmaymiz, shundaq-ku. Xo'sh. Satumusun deb. Ammo uyda mehmon bo'lmaganda ba'zida oila zo'ravonligini qildiganlar bexaraman qiladi. Buning o'xshash hamda u yerda hech qanday xalqaroliq gavdalarning bo'lmasligi Xitoyga nisbatan texmo zulmni kuchaytirishningki nimasiga aylanib qoladi. Shunga menimcha bo'lsa masalanchi Sharq Turkistondan xalqarodagi cho'ng shirkatlar, tashkilotlar chiqib ketmasligi kerak. Buning o'rniga u yerda o'zininki majburiy emgakka munosabatlik ishlardan o'zini xoli tutishi va buni isbotlashi kerak dunyogacha. Xo'sh. Amerikaning hozirgi qonunlari shu. Sharq Turkistondan chiqqan mahsulotlar majburiy emgak bilan ishlanmaganligini isbotlaganga qadar gumonliq deb qaraladi. Qonun ashtaq. Yani u yerdan chiqqan har qanday mahsulot men majburiy emgak bilan ishlanmadim deb o'zini isbotlash kerak. Agar isbotlayolmasa, majburiy emgak bilan ishlangan deb qaraladi. Şunu bizniki mayli siyosiy maqsadimiz nuqtasini aytgandimi, biz Sharq Turkistonni eng zo'r darajada xalqaralashtirishimiz kerak masalanchi. U yerda biz nimaga erishish uchun faoliyat bo'shlig'i va siyosiy avtonomlikka erishish uchun. Agar u yer eng zo'r darajada xalqaralashsa, bu deganning ma'nosi xalqaro shirkatlar ko'plab kirsa, undan keyin har qaysi davlatda konsulxona ta'sis qilsa, 20-asrning boshidagi o'xshash Qashqarga, Urumchiga masalanchi, ularga kuzatuvchi organlar ko'plab bo'lsa, da'vatgan gap shu, BDT kuzatuvchi evasin degan gap shu, Xitoy yo'q da'vatgan gap shu. Mustaqil kuzatuvchi berishni cheklayotgan gap shu. Bo'lsa, u yer xalqaralashsa, uchuqlashsa, ondan keyin bizga shuncha nafas olish fursati keladi. Ammo u yer tamoman xalqaro tarafidan tashlab qo'yilsa, Xitoy u yerni yepiq holatda qolgancha idora qilsa, taraqqiyot keyinga chekingan bilan bizningki xalqimizningki u yerda o'lgan, yaralangan, qirilganini hech kim ko'rmaydi u chog'da-chu. Shuni bu yerda bir nimba hamdi. Uyg'urlarningki u yerdagi manfaati bilan Xitoyninki manfaati o'rtasidagi mushtaq bir ziddiyat bor. Shunga bu Volkswagen'da shirkatlarning chiqib ketishi bu Xitoyninki bu xil faoliyatlarga nisbatan bir inkas, bir zarba bo'lsa-mu, majburiy emgak siyosati programmalariga nisbatan bir zarba bo'lsa-mu, ammo u yerda xalqaroliq organlarningki bo'lmasligi, tashkilotlarningki, konsolosliklarningki, konsullarningki
kuzatuvchi organlarning bo'lmasligi yana bizga nisbatan bir foydasiz ahvol. Bunun hem de Şunu- hoş. Şunu biz bu yerden bu tarafı kimga mansub deyishdan avval bundan bizga nima foyda chiqadi deganni bakrak o'ylash kerak. Başka qo'shib qo'yadigan yerleriniz bormi? Boshqa bir narsa yo'q hozircha kallamda, faqat shu biz xalqaro tashkilotlarni u yerdan korxonalarni chiqishni talab qilish o'rniga Xitoy bilan moslashib Uyg'urlarni qo'l qilmaslikni talab qilish texmo mantiqliq, texmo foydali bir talab bo'ladi. Ammo korxonalar undan qutulishni u yerdan chiqib ketadi albatta. Lekin uningki bizga uzoq muddatni olib aytgan chog'da qanchalik foydasi bo'lishi bir muammo hamda bir savol. Aniq bir narsa deyolmaymiz hamda hozir. Agar keng ko'lamli Xitoyningki iqtisod sistemasidan chekinma desa, balkim Xitoy u chog'da yo'l qo'yishi mumkin. Ma'lum jihati keyingi chekinibchi. Ammo u saviyada bo'lmagan ahvol ostida bir ishki shirkatningki chiqib ketishi bilan Xitoy majburiy emgakni bekor qilmaydi. Majburiy emgakni bekor qilmagan muddatcha u chet el shirkatlari chiqib ketganda Xitoy shirkatlari u texma qattiq majburiy emgakka yoki dafsanchiliklarga yo'l qo'ydi-da. Chunki ulardan nima bo'lmagandan keyin kishilik huquq andishisi bo'lmagandan keyin shu kishilik huquq andishisi bor, ijtimoiy majburiyati bor, xalqaro markalarningki bo'g'ini tehi yerlik u yerdagi dunyo anchubek tunimaydigan, puldan boshqani bilmaydigan Xitoy shirkatlarininki bo'g'indan yaxshi-da. Bu bir emdi göz qarashi balkim ko'rmanlarning boshqacha bir ko'z qarashi mumkin, ko'z qarashi bo'lishi mumkin. Agar ashta boshqacha bir ko'z qarashinglar qas unimi bizga bildirsanglar yoki inkaslar yozib qo'ysanglar teg'im mamnun bo'laman. Shu anda albatta kimniki qarshi o'xshamaydi, ammo men o'zimnikin dedim. Xo'sh. Hammazonikin desam bo'ldi. Hamda buningdan keyingi yana bir qiziq temaga o'tib ketaylik. Ish qilib menga nisbatan hamda buni kim qildi degan tuhmat olishninki yoki o'zini buning uchun bir xizmat qilg'uchi qilib ko'rsatishninki yoki buni bir Uyg'urlar uchun tarixiy bir g'alaba qilib ko'rsatishninki mencha hayajondan boshqa foydasi yo'q. Chunki inson bir ishga kirishib qolgan chog'da u ishninki foydasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar shu ishni oxiriga chiqarib o'tay deb o'ylab oladi. Addan keyin shu ish natijaga emas, shu ishni oyoqqa chiqqandan keyin ham xushallik his qiladi, g'alaba qildik deydi. Biz Volkswagen'dek bir xalqaro shirkatningki majburiy emgakka chetilib qolganligi uchun undan qo'l uzdirmoqchi bo'ldik yillardan buyon. Endi u qo'l uzgandan keyin undan bir hayajon kelib chiqadi hamda biz qildik debchi. Qarshi biz uni qila oldik deb. Ammo uningki bizningki u yerdagi xalqimizga nima foydasi bor degan nuqtadan o'ylagan vaqtda, yiroq nuqtadan o'ylagan vaqtda bizningki unchalar bir hayajonlangudek bir narsa o'tirgan chiqmaydi. Ammo buni hamda agar hamda Gandhi Hindistonda Angliya shirkatlarini boykot qilgandek bütün dünyadaki şirketlerini Xitoydagi bu xil masalalarga qarata keng ko'lamli bir boykot qilish harakati qo'zg'ay olsak, agar bu shuning bir boshlanishi bo'lib qolsa, u chog'da albatta bu olqishlashga tegishli hamda cho'ng bir narsa bo'ldi. Chunki Xitoyni gap bilan to'sqili bo'lmagandan keyin iqtisodiga kelgan zarba bilan chekindigili bo'ladi. Ammo masala shu, bayam deb o'tgandek bu bizningki bir harakatimizning natijasida yoki Volkswagen'ninki bir vijdonni axloqiy majburiyati natijasida o'tirg'i chiqqan harakatmi yoki o'zining iqtisodiy siyosiy manfaatlarini dangsab ko'rib bundaq oldi keyniga qarab baqib buningdan foydadan ziyon chekkan shu biz chiqayli deb ham hisob so'qab qilgan ishmi
Bu muhim emdi çok. Ama menimki şahsen karışım növbetdeki vaziyette onun çıkışını tanlaşı şu payda ziyan münasebetini bekerek aldın kata koygan. Çünkü biz bu Uygurlarınki kişilik hukuk meselesi yoki irqiy qirg'inchilikqa taqabul turish jihatlardan xalqaro shirkatlarni Sharq Turkistondan chiqarish, Xitoy bilan hamkorlashmaslikqa undashdan iborat bu kurashniki nima? Yuqori pallasini allaqachon qo'ldan berib bo'ldik. 2021-22'lerde bo'lgan bo'lsa, u chaqda biz dal bu bizning kurashimiz natijasi deyalaydik. Ammo 2025ning oxiriga keldik, 24ning oxiriga. Hozir biz qiziq nuqta bo'lishdan allaqachon qap bo'ldik. Yani bundaq bir paytda buning o'ttirg'i chiqishi o Volkswagen'ning boshqa bir hisobiniki natijasi deb qarayman men. Tamam. Bununla müşüncük toxtaylı. Mayli qarasingizda. Maylimde işte qarayotganmiz, ba'zimiz mashta qaraymiz, ba'zimiz o'g'ldan qarayotganmiz, ba'zimiz soldan qarayotganmiz degandek. Balki endi balkim buning ichida boshqacha biz o'ylab boqmagan balkim yaxshi bir hikmat bordir. Xalqimizga buning texmi buning foydaliq bu ishning bir foydaliq bo'lishini umid qilamiz. Qaysi shaklda qandaqli bo'lsin hamda har kishi yoki har qaysi davlat har qandaq bir narsalarni o'zining manfaatini oldin qo'rin qo'ydi. Bizmi shunga o'xshash oldin qo'rin qo'yamiz. Bizning bakroq manfaatimizning bir yaxshi bo'lishini tilayman. Hamda qolganini vaqt ko'rsatdik hamda vaqtdan yaxshi javob beramiz. Qolganiga qarab boqamiz. Hamda Xudoyim qilib qo'ylamdi. Hamda yana bir qiziq savol. Xitoy armiyasiniki yuqori qatlamdagi amaldorlarning tozalanayotganligi to'g'riliq bir nim bor hamda Xitoy davlat mudofaa ministri Dong Jinniki chiriklik bilan jinoyati to'g'riliq tekshirilayotganligi to'g'riliq xabar chiqdi. Bu bir boshqa nimalarniki Amerikadagilarning bir iddaosi deyotdi. Ya'ni keyin Xitoy taraf buni rad qilgan bo'ldi. Onundan rad qilsin yoki rad qilmasin buningga o'xshash masalan Dongwei Fenghe degandek keyin boshqa buningdan oldingi ministerlarning mushtaq qoldirilganligi tekshirilganligi degandek bir narsalar o'tirg'i chiqqandi. Hamda bu yerda buni yana butun meselelerge bağlı bolcu aldın kaptik meselelerge mesela Amerika'nın sayılımıga degandek yoki Xitoyniki o'zini tegim mustahkamlash yoki jangga hozirlanish degandek har qanday narsaga bog'liq bo'ladi ham deb qarayman. Hamda haqiqatan Xitoy mushtaq tozalanyapti yoki mushtaq ehtiyoji bormi? Xi Jinping generallarga ishonmayapti deb so'raysan bunda. Mayli, işte deb so'ragan bo'layim sen. İşte deb turayli. Şu sen degandek eng yengisidan başlasak endi Admiral Miao Hua, Merkez Harbiy ishlar komitetininki siyosiy bo'limining boshlig'i. Xo'sh. Tekshirishga ilindi. Bu eng yengisi hamda Xitoyninki armiyadagi tozalash harakatlarida. Endi bu xil tozalash harakatlarida asosan chiriklikka chetyapti Xitoy tarafchi. Başka ne çatamaydı ki onu. İntizamga xiloflik qildi deyapti. Endi intizomga xiloflik qildi degan gap Xitoyda ko'pincha shu chiriklikni ko'rsatadi. Chiriklikka chetyapti. Albatta endi boshqa isyon yoki siyosiy boshqa g'arazlarni o'tirib qo'ysimi, u Xitoy armiyasiga inovatimi yaxshi emas. To'g'ri. Shunga endi o tarafları ko'rilgan taqdirdami uni oshkorlamaydi, o'zi portlab chiqmoqcha. Buni tushunishga bo'ldi. Ham yana bir jihatdan hamda Xitoy armiyasida haqiqatan chiriklik ig'ir deyishga bo'ladi. Chunki Xi Jinpingga qarata bir isyon bo'lmagan taqdirdami, ammo armiyada chiriklik ig'ir deyishga bo'ldi. Chunki Xi Jinping hozir armiyani kuchlantirma deb armiyaga bekjiq mablag' solyapti. Shu bekjiq pul beryapti hozir. Hamda pul degan ashta narsa. Nega jiq basa shu yana buzadi hamda-chi bu. To'g'ri.
Sana jiq pul bersek buzulup ketemse de. Qarab bakmız jiq pul berip beqman lekin deyişeyler. Şuna aldırıp da. Aha. Şuna azatlık armayaginki hem de gayet zor pul iqiliq hem de. Neçe yıldan bu yan. Aha. Çünkü Tayvan alimizde hep hem Xitay'nınki içki bir xatarliki münayeti jiq pul javatı doğandı. Şuna hem de Xitay'nınki içki bir xatarlik xamçotu devlet mudafiye xamçotudan 300 yuqur davatkan 2019'daki dokulatlarda. Ondan keyin kömüdüm. Yeni Xitay'nınki askerge chegaraga xajlaydigan pulusdan 300 ziyada pulni nima xajlaydi? Minbanglar, saqchilar, tejinglar, alayda saqchilar, enchuan obu degandek xalqini tutib turishga ketadigan bu pullarchi. Hoş. Demak, endi Xitoyniki bu harbiy sohasida endi puljiq bo'lgandan keyin chiriklik ig'ir bo'ldi. Lekin bu yuqori qatlam rahbarlarninki chiriklik bilan qo'lga olinishi biroz mantiqsiz. G'alita. Agar Pul peşide. Abi adetki bilim başlıkları Lianjiang, Benjiang olgan bolsa, ha tamam pulus yetmeptiken kaçtıgıl desek oldu. Ama hazır qo'lga olingani eng yengisi Miaohua bu harbiy unvoni admiral vazifasi Merkez Harbiy ishlar komitetininki siyosiy bilimning boshlig'i. Endi buningdan burun sen degandek Dongjunninki hozirgi davlat mudofaa ministrininki qo'lga olinganligi tekshirilayotganligi haqidagi xabarlar chiqqan o'tgan hafta. Hoş. Buni Amerikaninki ba'zi sobiq diplomatlar o'ttirib qo'ygan. Lekin Xitoy taraf buni inkor qildi. Xitoyninki tashqi bayonotchilari bu degan to'qilma dedi. Hamda Dongjun bir hafta burungi deyman, 2 hafta burun deb qo'yaylik. 13 kun burun bu nerede? Birmidim, Vyetnam'dımı? Kambodja'mı bir davlatda harbiy ishlar yig'inida qatnashgan. Shu yerda Amerikaninki generallari bilan kurashishni rad qilgan. Noçluk qilib. Yana turilgan bir shaxs 10 kun burun. 10 kundan buyon uni rost tutib suludimi yoki rost vazifasini tashildimi? Uni aniq bilmaymiz. Xitoyda Xi Jinping davrida bunda tuyuqsiz yo'qolib ketayotgan ishlar ko'payib ketdi. Ya'ni rasmiy adliyalik tartibdan o'tkazib, oshkor uch holatda qo'lga oladigan ahvollarga qaraganda qora guruhga o'xshash kechasi tutuplab apirib yo'qotib o'tadigan oylab, yillab yushurun tutib orqadan vazifasini tashlaganligini jakolab qo'ydigan mushtaq ishlar ko'payib qoldi Xitoyda-chu. Naq hozir Xitoylik 1984 ni yashayotdi desekmi bo'ladi. Ha, shunga ham Xitoylik buni tuyuqsiz hamda yo'qotibdimi, sulab qo'ydimi, buni bilanmidi hozir davlat mudofaa ministri. Lekin buningki burunqi 2 dona davlat mudofaa ministrini buning biri Li Shangfu, yana biri Wei Fenghe. Bu ikkisini tayinlab 6 oydan keyin, 8 oydan keyin, ba'zisini 1 yildan keyin vazifasini tashlagan. Bu ikkilisini bu yil iyunda 6-oyda partiyadan qo'g'lab chiqadi. Xo'sh. Ondan başqa mushu 1 ay ichida yoki mushu yozda hamda-chu, mushu yozdan boshlab deylik. Mushu yozdan boshlab 10 necha yuqori ofitserni vazifasini tashildi. Bo'libmi buning ichida asosli tozalash obyekti raketa qismi. Azotliq armiyaning raketa qismi asosli mushu yadro qurollarni, o'q beshlarni to'shiydigan qism bu. Ya'ni avangard etrad demdik. Shundaqa. Endi bularning hammasidan biz endi Xitoyninki azotliq armiyasining yuqori qatlamida bir ishonchsizlik borligini ko'ralaymiz-da. Bu Xitoyninki bo'libmi Xi Jinpingninki azotliq armiyaga bo'lgan ishonchsiningki ojizlab ketganligini yoki andishning eshiyotganligini bildirdi hamda. Miaohua Dongjunninki adimi degan gap rost bo'lsa, u chaqda Dongjunning tutilgan bo'lish ehtimolligi intayin yuqori. Chunki Miaohua tutilganiga qaraganda Dongjunning tutilgan bo'lish ehtimolligi yuqori. Dongjun Miaohuani so'rab tushgan bo'lsa kerak. Aslida Miaohua Xi Jinpingning yaqini deb qaraladi ekan. Chunki bu Xi Jinping burun vazifa tugan shu Fujianma
Şu Xo'ja. sharqiy janubdagi ülkede harbiy vazifa o'tabdi ekan. Shu yerda Xi Jinping bilan munosabati bor ekan buning. Hamda buningki Dongjunning tutilganligi haqidagi xabar chiqqandan keyin buningmi tekshirilishga boshlaganligi buning shunga chetilib qolgan bo'lish ehtimolligini biroz yuqori qiladi. Umuman qilib aytganda hamda Xitoyning ozodlik armiyasida ham chiriklik bor deyishga bo'ladi, chunki u yerda iqtisod jiq, pul jiq. Ammo yuqori qatlamdagilarning chiriklik chetilish ehtimolligiga qaraganda siyosiy ishonchsizlik bergan bo'lish ehtimolligiga taxmin yuqori, chunki ularda yetarli pul bor hamda-chu, maosh, ta'minot degandek. Bundaq ahvolda ularningki chiriklik bu narsalar bilan tutilish nisbati biroz tuvan bo'lish kerakdi. Chunki hozir mana uni hisoblasak 3 tane mudofaa ministrini tashlab bo'lgan bo'ldi 2 yilning ichida-chu. Xo'sh. Bu yuqori qatlam kishilarning hammasi chiriklikka chetildi deganning ma'nosimi bu bema'ni. Xo'sh. Shunga hamda bu yerda siyosiy ishonchsizlik Xi Jinping qo'ygan sadoqatda ketkizib qo'ygan bo'lish ehtimolligi yuqori. Mustabid rahbarlar hamda gumonxo'r keladi. Men hamda Xitoyning ozodlik armiyasida Xi Jinping qarshi isyon qilgudek kuchliga bek ishinib ketmayman. Chunki bu Kompartiyaningki tarixida 60-yillarning oxirlarida shu 4 kishilik guruh deb atalgan kishilarningki isyonini hisob qilmaganda yoki shu vaqtdagi bir harbiy itoatsizlikni qaramaganda Xitoyning ozodlik armiyasidan Kompartiyaga osiylik qildigan bu yerdan siyosiy o'zgarish qo'zg'aydigan kuchlar bek chiqib boqmadi. Shunga hamda yana undaq bir chunki baliqini hozirgacha men anglamadim. Men bu xil ehtimollikni tuvan ko'rman. Lekin Xi Jinping hamda mustabid bir rahbarga aylandi. Chunki bu albatta Xitoyning hamma rahbari mustabid, ammo Xi Jinping hammadan bek mustabid. Chunki bu Xitoyning asosiy qonunini o'zgartdi. O'zi hozir 3-navbat vazifa o'tayotdi. Yana davomli o'tash ehtimolligi bor. Shunga bu halokat harbiy huquqningki qo'lda tutish uchun Davlat Mudofaa Ministrligini tamamen qo'chaq bir organga aylantirib qo'ydi. Hozir Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoyda harbiy ishlarga qarta, ozodlik armiyaga qarta qaror chiqarmaydi. Asosli qarorni Markaziy harbiy ishlar komiteti oladi. Bu komitetning beshida Xi Jinping bor. Hatto hozirgi Davlat Mudofaa Ministri Dongjun harbiy ishlar komitetiga a'zo emas-ku deyman. Ya'ni Xitoyda hozir ma'lum aytgan vaqtda Mao Zedong'ninki Madina zo'r inqilobida davlat organlarini palachalga tushirib qo'yib, hammani o'zi betaraf qilgandek bir vaziyat shakllanaglik. Davlatningki asosli organlari, ministerliklar palach, masalan tashqi ishlar ministrligini tashqi ishlar ministri boshqarmaydi. Uni markaz tashqi ishlar ishxonasi boshqaradi. Ondan keyin davlat armiyasini, ozodlik armiyasini davlat mudofaa ministrligi emas, uni Markaziy harbiy ishlar komiteti boshqaradi. Hammasininki keyin ustida Xi Jinping bor. Ya'ni cho'ng organlarni o'z oldiga bir ministr orqali boshqarish o'rniga uni kichik bir guruh qilib, shu guruh orqali o'zi bevosita boshqaryotdi. Halaqa nima shaklda cho'mdi? Guruh shaklida bir davlat idora qilgandek emas, bir guruhni bir tashkilotni idora qilgandek shaklda idora qilyotdi. Shunga bundaq ahvolda hamda buningki ishonchsizlik yoki gumonxo'rlik tarpi yuqori bo'ldi deb psixologik jihatdan aytgan vaqtda ishonmaslik. Shunga ishonmagandan keyin birini chiqardi. 5-6 oy turgandan keyin bu bo'lmag'dak uchun buni elib o'tayjimi deb uni elib o'tib, uning o'rniga yana birini chiqarib degandekchu. Mushkil mustabidlikdan kelib chiqqan gumonxo'rlik kesili balkim muhim omil bo'lsa kerak. Balkim yana bir omil hamda Xi Jinping'ninki hozirgi siyosatidan norozi bo'lgan ahvollar ikki qismda eg'ir bo'lsa, sirtqa chiqarolmagan bilanchu. Bu narsalar shu quloqqa yetgan amon uni tozalashga boshlashi mumkin. Bu xil tozalash bostirish ma'lum pallaga bo'lganda, undan ozodlik armiyaniki yoki Xitoyninki partiya ichidagi o'qituvchilarninki, ya'ni
aşkar öktüçülük yok da Xitayda ama yoşurun öktüçülerinki o'ttirg'i chiqib isyan ko'tarishini keltirib chiqarishi mumkin. Ishqilib Xitoyniki armiyasida rahatsizlik, ishonchsizlik davom qilayotganligini ko'ralaymiz bundan. Undaqda mushbeti manqa vaqtida harbiy o'zgarish qilish ehtimolligi yuqoriroq bo'lishundami? Shunda agarda davomlashsa. Agar agar endi yadroliq manfaatlarga keyin zarba berilsa, yuqori qatlam generallarniki ular o'ziga chiqish yo'li his qilmasa, o chaqda shundoq ehtimollik bor. Ammo biz bilimiz Xitoyda bundaq bir an'ana bak yo'q. Chunki Xitoyniki tarixidan tortib hukumatga isyon ko'tarishni bak ayib biladigan, gunoh ko'radigan bo'lg'achqa bular. Shunga Xitoyda dadil hukumatga o'tirg'i chiqish uchun bir qarshi chiqish uchun bak ideologiyalik zimin hozir emas. Bu bir. İkinci biri Xitoy hukumatimi izchil holatda hamda faqat amalsiz hamda jonni tikkudek holatda qo'ymaydi-da. Qaydigan bo'lsa Xitoy masalan ko'pincha yuqori qatlam harbiy amaldorlar olsun, yoki siyosiy amaldorlar olsun bularga intizom jazosi sifatida jazo berib, partiyadan qo'g'lab chiqarib yoki ularni uy hapsiga sulash orqali yoki bir necha yilgacha suzib, uni andan keyin uning jamiyatda hech qanday ta'sir qolmagan chaqda andan qamoq jazosi berish degandek vositalarni qo'llandi yana. Bunda bo'lgan chaqda u biroqlam qo'zg'alib hamda isyon qilgudek bir kayfiyat yaratilmaydi-da. Shunga ta'sirda Xitoyda armiyaniki hozirgi sharoitda hukumatga qarshi isyon ko'tarishi. Undaqda isyon qilgudek kuchi bormi? Masalan, amaldorlarniki. Kuchi bormi degandan maqsad nima? Bu yerki masalan eng avval komitet boshqurdiq-ku, masalan Mavzudnikida muashtatib, masalan ministerliklar palachalar tushib qolgan deydi. Hozirmi masalan nurg'un ministerliklar palachalar tushib qoldi-ku. Endi mushtaq bir ahvol ostida buningki o'kti qo'pish yoki harbiy o'zgarish qilgudek kuchi bo'lamdi. Shu bo'lmaydi deyotgan gap shu. Nima? Chunki bevosita huquqni Xi Jinping o'zi tutayotgandan keyin organlar o'rtasida mustaqillik bo'lmagandan keyin organlar o'z oldida qaror chiqarolmaydi degan gap. Tushundim. Emse bu savoldan o'tib ketaylik. Boshqa Shu hozir Xi Jinping komitet shaklida, guruh shaklida rahbarlik benzisi deydi u Xitoyda. Mushkil andizida davlat boshqurishidagi maqsadmi shu huquqni markazlashtirish, ishtaq isyonlarning oldini olish yoki markazning ruxsatisiz, qarorisiz yoki xabarisiz bir ishlarning bo'lib qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun. Chunki davlatniki ministerliklar degan ayrim bir qo'l shundaqku, ayrim bir apparat. Agar ular mustaqil ishlasa, o chaqda uningki nurg'un ishlaridan markaziy hukumat yoki o rais yoki bosh ministr xabarsiz bo'ladi. Chunki u kun tartibga aylanib ketgan kundalik ishlar bo'lgandan keyin o'z yo'lida qilaverdi-da uni. Xo'sh. Ammo u xil mustaqillik, ya'ni tashkilot yoki organ avtonomiyasi tortib olindi. Buning o'rniga hamda betutash, hammaga rahbarlik qiladigan, hammani qo'l ilki tutadigan undaq bir vaziyat kelib chiqadi. Endi bu xil vaziyatniki nacharlashishi, masalan Mavzudunninki davriga o'xshash davlatni tamamen palach alg'a tushigidek alg'a basa, u chaqda sen degandek vaziyat chiqadi. Etilib portlab chiqadigan ahvol chiqadi. Ammo u seviyaga bormasa, yana o davom qildi-da. Masalan biz Xitoyninki virusga qarshi siyosatida nol virus siyosatida Xitoy xalqini 2 yilga yaqin qiynadi.
Bunu gördük. Bu jarayonda shuncha bedel to'lasimi, jafo tortsimi, nurg'un kishilar o'ldirdi, ulab ketsinmi, yana Xitoy xalqi qarshilik ko'rsatmadi. Ammo oxirida Urumchidagi o't ofitiniki ta'siri bilan yana kishilar bardoshlik berolmagan chog'da portlab chiqdi. Ya'ni xalqning qo'zg'alishi uchun shundoq bir atmosfera kerak, jondan tuyadigan atmosfera kerak. Armiyaninki o'tirg'i chiqish uchunmi shundoq bir bo'shliq kerak. Ya bir siyosiy qarniyat kerak generallardagicha Xo'sh. hemen davlatni ola olmayman deydigan yoki shunda armiya davlatni qutqizib olishi kerak deydigan bir atmosfera shakllanib ma'lum generallar isyon ko'tarsa boshqalar qo'llaydigan xalq qo'llaydigan bir vaziyat shakllanishi kerak. Bo'lmasa u shunda qilish niyati bola ig'zidan chiqarmaydi. Hamısı bunun qımışınçı toxtlaylı. Kallık Keyinki mezgillerine bir toxtalarımız. Müştəmalarda bir xəbər. Davamlıq tutub, davamlıq tazılab isyan vəziyyətini keltirib çıxıramdı. Oldu. Hem de İsrail ve Hizbullah arasındaki uruş toxtuş gelişimi boğan boptu. Muş yakın vakitlarda. Hem de bu yerdeki uruş toxtuş gelişimi nimi sebep oldu? Yani hazır mesela İsrail'inki Netanyahu devatudu biz nim qilgan bilan İranni bekroq markazlashimiz, İranga bekroq kuchimizni markazlashtiramiz. Agar İrandagi bir yadro kuchi yo'qgan qadar biz buni bu nima qilishni yoki urushni yoki nimalan bo'lsin, buni davomlashtiramiz deb qilyotdi masalan, Hizbullah bilan urush to'xtatish kelishimini qilgan ekan. Bu yerdagi urush to'xtatish kelishimiga majbur bo'lib qoldimi yoki Mecbur kalmadı hem de oradaki yer kalmadı. Rasan Livan'daki Allah Partisi'ninki bütün bazılarını paçaklavetti. Yukarı katlam rehberlerini, generallarının hepsini öldürüvetti. Ulanınki Livan'ın cenubideki emez hatta Beyrut'taki baştabdırgıcı berip hemmeni bombardıman kıp oldu. Hem de o yerde buradaki davamlıq partlası şu Kural'ın partlası buldu hem de bir çarık halkını. Şuna hem de oğudak nişan kalmadı hem de şuna uruş toxtattı. Qildiğanı qilib bo'lgandan keyinki bir cho'ng sifatlik demdik bu demde. Şu an İsrail'e nisbeten urduğan urup oldu. Özü bir xatar noktası qilma degan yangi asıl qilib oldu. U yerdan hech kim hem de İsrail'den ben mayani sana bermayman. Chegaradan 10 metr, 10 kilometr jiroqlab ket diyemeydi hozir. Allah Partisining unda kuchi qolmadi. İran o'ylagandek ularning keyinda turolmadi. Shunga hamda İsrailga yarashayli desa, voy ma'qul demay amal yo'q da tayoqni yeb bo'lgan ekan. Bo'lmasa asli qoida bo'yicha sen İsrailga nima uchun yarashdi demaysa, Allah Partisi nima uchun qabul qildi deysa. Hizbullah. Çünkü tayoqni jegini shu. Shundoq qo'y. To'g'ri. Unda bo'lgan ekan bu urush to'xtatish kelishimini asli Hizbullah qabul qilmasi kerak. Ammo Hizbullah qabul qildi. Chunki amal yo'q. Qabul qilmasa davomli tayoq yeydigan gap. Shu İsrailga bombardiman qildiganini qilib hamda Netanyahu chiqdi-ku. Biz Hizbullahni 30 yillik keyniga chekintirib Bütün rahbarlarni o'ltirib atdik. Ularni vayron qilib atdik. Agar ular qaytib bizga hujum qilsa, yana qaytirib zarba beramiz. Shu tamamen xotirjam bo'lsak bo'ldi. Endi biz xotirjam Falastin bilan chiqilsak bo'ldigan bo'ldi debchi. Amaliyotni qisos ilib oldingi yili Hamas İsrailga hujum qilgan vaqtda İsrailga G'azzaga hujum qildi. Arkadan Livan Allah Partisi Hizbullah İsrailga hujum qildi. Şunun bilan İsrailga azroq kuchini Livan tarafga qaratib, lekin qolgan kuchining hammani G'azzaga qaratdi. Ammo bu qatim G'azzani bir taraf qilib bo'lgandan keyin bu yerga kelib Hizbullah bilan urushning hojati yo'qdi asli. Faqat nima uchun
uğraştı desem öçeliş için. Şimdi Biz bilen kopanmağa kılıp etmeyin. biz bilen kıyışkandan ki akıbeti mana muşu degan signalni bütün raqiblarga ko'z tutish uchun. Şuna kilip chegara qismidagi zimmining bexatarligini ham emas, balki bütün Livandagi Hizbullah'ningki hamma o'lastiyalarini vayron qilib etdi. Tushundim. Şu İsrail noktasından sorsan o iş kalmadı. Hizbullah noktasından sorsan hem de gücü yok. Kısas ağudaki macali yok. Hem de yana bir qo'shib qo'yadigan bir narsa bor da. Men darsda anglagan narsa-da bu hamda. Masalan biz bu bir siyosiy terim desekmi bo'ladi hamda. Davlatlar ishlatib kelayotganda hamda. Biz masalan nimeniki yoki Türk dünyasının ahir qalasi deb biz o'zimiz ishlatamiz-ku masalan. Bizden ötüp ketken dikin bizden eğer yoktu, nima qilsa o chaqda Xitoy boshqa Türk davlatlarına besib oladi degan şekilde bunu ishlatamiz. Masalan, Ukrainami agar bizni elib olsa Yevropaga tahdid bo'ladi deb bular o'zini nima qildi? Eng axir qala bo'lish bilan ishlatadi ekan. Herkes özünü Türkiye'mi özünü İslamiyet'in en axir qalasi agar biz tushib ketsak İslamiyet yo'q bo'ladi degan şekilde bu o'zini eng muhim qatorda ishlatadi ekan. Bu İsrailya ham İstanbul CHP'nin kolu ötep kesse. Deyli hem de. Nimama İsrailya mı bu terimni işletirkende mesela eğer biz yok olup kessek yoki bu yovvoyi arablar yoki İslam yoki radikal İslam Bütün g'arbni besib oladi. Bütün g'arbni besib oladi deb o şekilde nim qildi ekanda hamda. Bunun savoli yo'q hamda. İslam uchun qarta bir ko'z qarashingiz bormi demoqchi. Bununla qarta deydiganim şu an derkim o'zininki keyniga texmi ko'p qo'llovchi elish uchun o'zini muhim o'rinda qilib ko'rsatishga tirishidi. Şuna bu normal. Ama onun kendi tug'uchilarning bir hisobi bor hamda. O hesabni so'qib turib, andan keyin kendi turdi hamda yoki turmasini qaror qildi. Chunki turishninki badali bor. Kelgan o'q tegib ketadigan gap. Bununla endi Muşiçik to'xtalamdoq yoki qo'shib qo'ygan boshqa bir narsalar bormi bu İsrailga aloqador? Mencha endi yana oldimizgi haftalarda yana to'xtalgandek qilib turamiz bununla. To'xtalmaymiz. To'xtalmayli mencha. Yana qiziq nim qilamiz vaqti-vaqtida. Urush niminiki gelişmeleri qarta. Endi keyingi savolga o'tib ketsak, Ukrainaniki yadro qurol bilan ta'minlanishi fikri. Masalan, oldingi hafta Ukrainaniki balstik boshqarilgan bomba atqanligi degandek nim qilyapti. Masalan, Ukrainaning ba'zi qurollarni o'zini qo'g'dash uchun ishlatish bo'lganligini deyilyapti. Hamda Rossiyaga asli bo'lganligi deyilyapti. Hamda yadro bilan ta'minlasak deyapti. Hamda bu yadro bilan ta'minlashning aslida yetayotgan narsa nima? Nimishqa yadro bilan ta'minlayli deb o'ylashib qoldim buni. Bu resmi tabi bir devletning siyosati emas. Fikir var. Nimishqa bu fikir chiqib qoldi demoqchi. Bu fikrning o'tirib chiqishidagi sabab shu. Chunki Ukraina urushni oxirlashtirish kerak-ku. Xo'sh. Trump taxtga chiqqandan keyin men bir kunda oxirlashtiraman dedi shundaq-ku. To'g'ri. U bir gap bo'lsa-mu, lekin bir kunda oxirlashtirib bo'lishningki chorasi Ukrainani yadro quroliga ega qilish. Mesela o'yla. Shuningga chiqqan gap bu. Unda qo'sa Ukrainaga Putin hozir Ukrainaga yadro qurol atmaydi deb ta'did silyapti-ku. Agar Yevropa yordam qilsa, uni qilsa, buni qilsa. Unda qo'sa deydi. Unda qo'sa biz Ukrainaga yadro qurol beraylik. Shuning bilan Putinninki quldagi ko'zor tugusin.
Aslında şunda koyla. Eğer Ukrayna'nın hazır yadro kuralı var Kiev'de. Rusya tuncu zerbe birleşilen Teltukuz yoktu denmeydi. Hoş. Onda olsa Rusya birinci katımı zerbe vermeydi. Çünkü yadro kural işletişteki nezariye şu. Birinci katım zerbe birleşilen Teltukuz yadro askerlerine veyran kılalamsa kılanmamsa diyen nokta. Eğer sen bir devlet yadro kural işletmekçi olsan tunculap oluştuğundan ben birinci katım zerbe birleşilen ulanın yadro askerlerini tüküterlemdim tükütememdim. Çünkü ikinci katım kayturma zerbe birleşi hal kılgıç rol oynaydı. Doğru. Şunu senin yadro kuralga ilgi buluşun seni no çıkmaydı. Belki tuncu katım yadro bombını yap yani üzerine saklap ikincisine atalışın mühim. İkinci degenim kayturma. Kayturma zerbe birleşim adınkin seni yadro tehditdeki iki kılıdı. Şuna hem de eğer Ukrayna'nın ki yadro gücü bulup Rusya onu birinci zarbede yo'qotolmaydigan bo'lsa, ko'pincha yo'qotqilolmaydi chunki birgaga urushtirmaysan-da uni. Doğru. Bundaq ahvolda Putin Ukrainaga dadil yurakli hujum qila olamdi? Qilolmaydi. Nama'lum. Hech bo'lmaganda yadro asliyalarga hujum qilolmaydi. Shunga chiqqan fikr bu. Agar biz Ukraina urushini oxirlashtira olsak, Ukrainaga yadro qurol beraylik degan fikr. Endi Ukrainaningki aslida yadro qurolları battı. Bu devrede Ukrayna yadro bazasıdı. 91 Sovyet İttifakı parçalangandan keyin 94 kelishim hasıl kılındı. Bu kelishimga Avrupa, Amerikalama hammasi haydovchilik qildi shu vaqtda. Voy abdan bo'ldi. Sizlar yadro qurolini saqlayolmaysizlar. Yadro davlati qancha oz bo'lsa, shuncha yaxshi dunyo tinch bo'ldi deb yadro qurollarini Moskvaga o'tkazib bergan. Avrupa Amerikadan tortib Moskvagacha misol Ukrainaga shu vaqtda kapolat bergan. Voy biz sizni qo'g'daymiz, xotirjam bo'linglar bilan biz egadi. Ya mana hozircha Rossiya besib keldi, Avrupa Amerika shu yadro qurollar hujum qilamiz deb qo'rqib kuchli yordam bermayotdi. Shunga chiqqan fikr bu, lekin bu taraf fikr o'tgan haftancha ba'zi medialarda, ba'zi xabarlarda o'tirib qo'yilyotdi. Buni icra qılamdı, qılmamdı bilmeyimiz. Eğer bunu icra qılsa, nəhayət çoğun bir əmdi, qap yürək hərəkət buldu da bu. Növbətdəki halda da Ukrayna yadro qurallarını baş quralamdı, onu işlətələmdi. O üzünün qolda partlap ketemdi, Rusiyaga etib boğucu əmdi. Yadro quralını işdən təhdidi var. Noğlap atamısan, xalqның zimini verib boğucu, uzağını gedib partlap ketadigan. Şuna onunki chiqimidan qechib nurg'un davlatda yadro quroliga ega bo'lishni yo'lga qo'ymaydi. Ammo bu kim o'tirib qo'ygan bo'lsa, davri bilg'uch bir fikr ekan hamda. Rost agar qaynagan qozonga suv qo'ysa to'xtagandek, agar Ukrainaga yadro qurol bersa, Rossiyaningki hayvisi Sunudur. Sonunda. Şuna kaynak kazan şippeti toktap gidiyordu. Ama bu bir fikir hamda. Bu bir fikir. Anda olsa bu fikir əməlləşəmdi o, əməlləşməmdi o. Biz yana qarab baxaylik. Unda olsa keyinki. Yana Rusiya, Zelenskiy. Ukrayna. Zelenskiy ötkende bir resimini görgendim. Eliki bir nima Trump eliki bir nima bir kichik nima aylık hocaları deydigan bir kichik aylık hocaları deydigan bir kino ba. Eliki da yol so'rab ketadigan. Da bir kinoda chiqadigan bir nimasi bor-ku deymi? Ben ko'rdim. Ko'rganlar bo'lishi mumkin. Yo'l so'raychi, men yaqinda bordi, Trump ko'rsatib qo'yib bunda deb o'tib ketdi hamda. Hamda Zelenskiyni aşı balının doppusini keygizib qo'yibdi. Bir narsa so'ra degandikin. Keygizib qo'yibdi hamda. Hamda Zelenskiy hamda bir yangi tashabbus, ya'ni yangi bir fikr o'ziniki
o'ylaganlarini o'tirib qo'yapti. Agarda shu Ha. zaman bilan sabr qilsak yoki nima qilsak biz NATOga olsanglar Hmm. degandek shaklda. Hamda bu bu fikri hamda qanchalik qarshi elindi yoki qanchalik qarshi elinishi mumkin? Amallish qanchalik sizcha? Ashni bir yo'ritib beramiz. Aldı bilen o fikirninki nemelikine bir hızla büteydi sen soğanı çalı soğudun. Mayli. Zelenski aldığın katta bir televizyon stansıqı bergen nimede bayonotiда Xo'sh. agar NATO bizni qabul qilishni xohlasa biz shu hozirgi territoriyamizning kapolatga ega qilinishi sharti bilan Rossiya besib olgan elib olgan yerlarni keyin o'ylashish shaklida NATOga kirishni xohlaymiz dedi. Ya'ni bu endi NATO'ninki buchoqcha deb kelgan bahonasiga qarta deyilgan gap. NATO buchoqcha seninki ziminining yerimini Rossiya besibab bo'ldi. Sen Rossiya bilan aktiv bir urushning ichida. Shunga bundaq ahvolda biz seni qandaq a'zolikqa qabul qila olmaymiz. Birinchidan bizga a'zo bo'lishingninki sababi bexatarlikingdi. Bizmi bir kimni a'zolikqa elishdan maqsad bexatarlikni saqlash va buni saqlashdagi asosliq vosita tahdid, urush emas. Ammo sen allaqachon urushning ichiga kirib bo'lgandan keyin endi bu xil afzallik yo'q. Shunga seni biz bu holatda NATOga ololmaymiz. Agar olsak biz Rossiya bilan aktiv urushning ichiga kirib qolamiz deb bahona ko'rsatib kelgan. Shunga Zelenskiy endi da'vat qildi. Undaq bo'lsa meni mushu ba'zi ziminim bilan elinglar. Mushu ziminimni qo'g'lashga kafolatlik qilinglar. Uning sirtidagi qismi hozircha qolib qolsin, uni keyin bir taraf qilaylar. Da'vat qildi. Tushundingmi? Men tushundim endi. Menimcha boshqalar tushundi. Endi mushu shaklda NATO olandi demoqchisan. Xo'sh. Menimcha olmaydi. Chunki u Zelenskiyninki qanday qilib NATO'ni ichiga tiqish tirishchanligi. Men bo'lsam shunday qilaman. Ammo NATO'ninki boshliqlari, qo'mondonlari yana o'xshash shaklda ishning ichiga kirib qoladi. Chunki Ukraina bilan Rossiya amaliy bir tinchlik kelishimi tuzguni yo'q taqichu. Bundaq ahvolda hozirgi chegarani kapolatga ega emas. Kapolatga ega bo'lmagan ahvolda buni NATOga olib yana Rossiyaga urushamdi. Bu bir savol. Yani shunga mencha NATO'dagilar o Zelenskiyninki nimasiga tushmaydi o'yiniga. Ammo degandek 7 davlat guruhininki asosan NATO'ning a'zolari qo'shiladi. Xo'sh. Ukrainani qo'g'dashdagi qat'iy maydoni o'ttirida. Shunga Ukraina qat'iy yordam berdi, qo'llaydi, ammo bu shaklda bo'lmaydi deb o'ylayman. Mayli, o'ylab turamiz. Qarab boqaylik. Endi eng oxirgi savol va tegambek nima deymiz? Facebook'ni bekroq qiziqayotgan Uyg'urlar orasidagi qiziq tema. Suriyadagi qo'zg'olonchi, ya'ni o'qituvchi qurolli tashkilotlarniki Halabni tortib olganligi. Nayt qiziq nuqta bo'lyapti endi bu. Hamda aniki Bashar Asadniki nimaga qochib ketganligi degandek Rossiyadan berib yordam. Ashta bir gap bor endi men siz yo'q degan bilan ashta datida endi. Qaçmadı o. Qaçmadı yerden so'g'ilib. Tamam. Yordam so'rganligi, ammo hozir mening qo'lim bo'sh emas, qo'lim ximirda. Qo'lim shunga endi o'zingiz bir amal qilib tursangiz degan shaklda.
Ya o şekilde emas 2 kun boldy Ha? İdlib bilen Halepni Rossiya aýryplarlar bombardyman kılıp Mayli. Ben hata okupman. Tamam. Hata okugan bolsam Hata ama Facebook'tan köse, koçidin köse açtak buldu şu. şu emdi ben bu da bunun dikin onda kömey. Dikkat kılaydı. Dikkat kılaylı. Bunlar yanıt onu. Boladu. Emde Naiti bumu mençi bolganda deýle. Mençi bolgan çagda naiti bir bu uruşun kozgulyşy deýle. Emde bunun öktiş batdaniki bu Evet. elep uruş içişi naiti bir nimi İran kalarlık ha? İran kalarlyk emas, bir xil pursatny çyň tutup algandek bir xil nimi geldi emde. Qarsa İrana özüniň jidil bilen ula alyky kollaydy ama burunqydek alyky besip kollaýanmaýdy. Russiya bolsa hem de Russiýamy özüninki Ukraina bilen hazır kattyk şu mesela nimininki Amerikanyň saýlama Trump çykkandan kin şu özüniň bütün merkezini alyky kallasyny aşy nimige şu Ukraina uruşy bekrak merkezleşdirdi hemde. Hiç kimden de alyky artık wagty artık askeri ýa-ki nimisi ýok. Dep qarap ýa-ki dep aşlanyň nimisi boýunça dep qarap naýt bir togry planda his kıldım şu mençe bolgan çagda. Çünki aşynda hemde bir hazır İşlerinki alyky ak görünüşine, etrapydaki baglanışlaryny oýlasaň sen degendek. Ama nöwetdeki dünýäniň gün tertibi noktasyny qarsaň hayran kalarlyk. Çünki hiç kim Suriýanyň İdlibden bir iş çykyşyny kütmegen. hoş. Çünki o ýerde İdlibde o ýerdeki HTŞ başçylygyndaky kurallyklar HTŞ diýilýär, Heýeti Tahrir Şam. İslamçı cihatçı teşkilat. Bularınki başçılıkdaki etrafındaki teşkilatlar o yerde şundak turvatkalı 10 yıl bulaydı demdi çok. Ula hiçbir devletinki resmi itiraf kılışına ilişkin yok hazırgıca. Hem İdlib küçük bir yer uzanlısı. Bunda ahvalda da Halep Suriye'ninki ikinci çoğun şehri. Hem Rusya'nınki kollaşı, İran'ın kollaşıda turvatkan. O kiliplan bu yana bir peşke olan ele ölüşen hem de nurgun kişiler kütmegende ama vakanınki akkunuşu terakkiyatıga qarsaň sen degendek hem de Togry bir karar. Bu bir pursat hem de. Pursat çyň tutuşdamdy hem de. Öyle Bu jaýda etmiş. şamal çıkkanda yetiş. Hoş. Başka Şamal sualım çıkan var mı? biliş. Sualım var mı? Başka sual yok. Hem de köz karşınızda ne bakaylı demekçi de hem de bu ýerde. Bunun hem de Uygurlarning mı katnaşkanlygy Şerq Türkistan ismini unutup kaldım dese Xitayda. Türkistan İslam Partisi. Türkistan İslam Partisi'nin katnaşkanlygy aktif rol oynaganlygy diýilip atdy bunun da. O koç haberi resmi bir medyadan görmedim. Aha. Ama Resmi katnaşyşı yine kaç olmasa meyli aldıdımansın, keyindimansın, oturustamansın. Çünkü o yerde olanın mevcutluğu şu kurallık uruş kılış kıymetiga bağlangan. Eğer ulanın şu vakti kelgende işki yaraydıgan terpi olmasa ulanı ula tuğuzmaydı da. Kulağına bir de lazım buladı mesela hiç kim esker saklamaydı. Şunun okşaş gel. Şuna bunda ahvalda meyli alıdımansın, yandımansın, oturdumansın. Ne şükür ekemdi. Hem de biz bu hadisini tahlil kılış için hatta atraflık tahlil kılaylı bence. Bence Bizim oradan timimiz mi tügeydi? Ötken hafta 3-4 gün aldı da İdlib'deki kurallık güçler ve ulanın etrafından Suriye Milli Armisi dep atalgan Türkiye'ninki kollaşıdaki kurallık güçler bular birleşip turup çakmak tızlıkıda İdlib'den Halep'e yürüyüş kıldı ve Halep'ne
ülüşkün kontrol kılıp bugünlerde hem de hamağı berip doktuduğu deyme. Yani yeni bir şehir. Çünkü bu jarayonda Esed tezlikten Moskova'ya berip yardım talep kıldı. Moskova yardım berdiğanlığını bildirdi. Arkadan ülüşkün tünügün bugün Rusya aeroplanları İdlib'ni ve Halep'ni bombardıman kılışkı başladı. Bugünkü kelivatkan görünüşlerde hem de ülüşkün hoşallık görünüşleri, şatlık, insanlarınki galibi tebrikleşleri, kucaklaşıp görüşüşlerini görgen bolsak, bugün hem de İdlib'den, Halep'ten Rusya'nınki hava hücumunda veyran boğan binalar, ölgen kişiler, jığızlar, kan, yaşlarını görevatımız. Bu xil manzarani biz 2016'da görgen. Çünkü Halep hazırgacha Mao 4. qatimgi deyman qo'ldan qo'lga o'tishi. Dastlabdan qo'zg'olonchilar oldi, keyin hukumat oldi, qo'zg'olonchilar oldi, hukumat oldi, yana qo'zg'olonchilar oldi bu hisobda. 2016 Rossiya ve Esed kısımları Halepni qattiq bombardimon qilgan vaqtda insoniy ulush yorlanish nihoyatda ig'ir bo'lgan. Bundaq ahvolda Rossiya, İran ve Türkiye araya girip Astana kelishimi tuzish orqali Halep'den qo'zg'olonchilar chekingan, uning yeriga Rossiya ve u qo'llayotgan Esed hukumati armiyasi kirgan. Shuning bilan Halep shundan tortib Rossiya rejim deyli bo'lmasa qonunsiz bir hukumat bo'lgandan keyin Rossiya rejimining qo'lida turib kelgan. Bununla 10 yıl bo'ldi. Hamda qaytadan bu yana aynı vaqtda qo'ldan ketgan shu kuchlar qaytirib olgan bo'ldi. Xo'sh. Endi bu manzara qaytadan o'ttirg'i chiqdi. Yani şu vaqtdagi havo hujumi bombardimonlar yana boshlanyapti. Endi bu qatim Rossiyaning yordamida Asad yana qayta ola olamdi. Buningda hozir bir guman var. Çünkü Xo'sh. Rusya Ukraynada halakçilik bilen İran öz işçide aynı vaqtda güçlük emas. Livan Allah Partisi yine Esed'nin çoğun kolluğucusu ve aynı vaqtda Suriye'deki öktücü güçlerge yoki şu vaqtdagi mücahitlarga arkadan pichak urganlar Livan Allah Partisi Hizbullah. Bular hazır İsrailiyəninki dəhşətlik hücumları da palech. Hem de bundaq ahvalda Esed kısımlarına yeterlik yardım kelmeydi o yoki ular yeterlik hava qo'llashlarga erishilmaydi. Shunga bu Halepni qaytirib elishi tez deyilyapti. Buni ko'ramiz, chunki bularni kim qo'llaydi? Bu muhim bir savol. Agar Türkiye, Amerika deganda kuchlar agar bu kuchlarni qo'llasa, bularni terrorchi demay, hozir burunqidek terrorchi deyishni o'rniga qo'zg'olonchilar degan so'zlarni ishlatyapti g'arb medialarimi. Agar shundoq bu qo'llab qolsa, u chaqda İran bilan Rossiyaningki qarshisida Türkiye, Amerikani qo'llasa, u chaqda vaziyat o'zgaradi. Ammo Amerika hozir o'z holi bilan, ya'ni mening nimishim deb yursa, Türkiye kuchlik qo'llamasa, u chaqda İran Rossiyaningki aciz altımı belki u yerdagi qo'zg'olonchilarningki kuchini betaraf qilishga yetishi mumkin. Chunki Rossiya yenilan bir cho'ng davlat, İranmi yenilan bir rayondagi kuchli davlat. Yani o'zininki ojizligi bilan billa yana kuchliklar. Xo'sh. Chunki İran Iroqdagi Shia kuchlarni rayonga hareketlendireleydi. Yemen'deki Husilarni hareketlendireleydi. O'zininki inqilobiy qovdunish qismlarini avataleydi. Yani kuchlarini bir Iroqdagi Haçtishabi deydigan Iroqdagi xalq qo'shinlari va qismlari va bularni hareketlendireleydi. Yig'ib aytgan chog'da yana Esed'ninki qismlarining atrofiga
Rusya texnika aeroplan kuran İran adam toplaş iqtidarıga ega. Mesela hem de qanchalik ega. Bunun külümü qanchalik bo'ladi. Bununla hem de Amerika u yerdagi Kürtlarni qo'llayotgan Amerika NATO taraf yoki u yerdagi Suriya Milliy Armiyasini qo'llayotgan Turkiya taraf qarab turamdi, qanchalik qo'llaydi. Bular hamda o'yinninki kelgusidagi yuzlanishini bekitadi. Hamda o'tmishga kelsak, qandaq bo'lib Asad qismlari bu qadar ojiz holga tushib qoldi. U yerdagi qo'zg'olonchilar qandaq bo'lib bu qatim hamda tuyuqsiz hujum qo'zg'ashni o'ylab qoldi va bu hujum qandaq bo'lib bu qadar muvaffaqiyatli bo'ldi degan savollarninki javobi o'tmishda. Buningki birinchi javobi İsrailiyaninki Hizbullahni dehshatli bombardimon qilib palat yoki vayron qilib o'tishi, İranni o'zining ichidan urib palat holga tushirib qo'yishi asosli birinchi omil. İsrailiya faqat Livan'dan emas, İran'dan emas, Suriyadagi Asadninki harbiy bazalarini bombardimon qilib keldi. Mushu Halepdagi harbiy bazalarmi İsrailiyaninki havo hujumida palat holga kelib qolgan necha oydan buyon. Nemishqa? Chunki bu harbiy bazalarni İran qismlari va Hizbullahning qismlari Asad bilan birlashib qo'g'dayotgan. İsrailiya faqat Livandagilar emas, Suriyadagi Hizbullahninki bazalarini pachoqlayapti. Asadninki muhim bazalarini pachoqlayapti. Bundaq ahvolda bu yerdagi qo'zg'olonchilarga eng chong fursat keldi. Ya'ni bu fursatni intayin qiziqarli holatda shu islom mujohidlarininki, o'zini islomiy mujohid deyotganlarninki, jihodchilarninki eng yomon ko'radigan dushmani Isroiliya yaratdi. Bu xil foydali vaziyatni. Ya'ni vositalik holatda Isroiliya eng chong yordam beruvchi deyishga bo'ldi bu masalaga, bu qatim harakatga. Ama ichida hamkorlik bormi, plan bormi, uni bilmaymiz. Lekin xalqaro munosabatda shundoq udul kelib qoladi. Birini urudi, o'zining dushmani deb turib, uning dushmani buning foydasini ko'radi. İsroiliya Hizbullahni yo'qotish, bilini sundirib o'tish uchun hujum qildi. Buning foydasi Hizbullah qo'llayotgan Suriya hukumatiningki dushmani bo'lgan o yerdagi o'qituvchi qurolliqlari bo'ldi. Qiziqarliqmikan? Nihoyat qiziqarli ekan. Turkiya butun kuchi bilan İsroiliyaninki Hizbullahni bombardimon qilishi, Hamas bombardimon qilishiga qarshi turib keldi. Ammo buning badaliga Turkiya qo'llayotgan Suriyadagi kuchlar Asadga qarshi bosh ko'targudek holga keldi. Ya'ni buning natijasida Şuna birinci amel şu, İsrailiyaninki Suriye rejimininki qo'llovchisi bo'lgan Hizbullah ve İran'ni urib palat holga tushirib qo'yishi bu yerdagi eng chong omil, o'yin o'zgartkichi demdik. O'yinning yo'nalishini o'zgartgan eng chong omil shu. Bu bir. Hamda ikkinchisi Rossiyaning Ukrainada urush patqig'i petib qilishi, hatto xabarlar qaraganda Suriyadagi muhim qismlarini, qo'mondonlarini yo'tkab ketgan. Qurollarini. Hatto Kavkaz qismlari bor deb xabarlar bordi burun. Chechenlar ular bularchu Suriyaninki armiyasi ichida. Qadirovning odamlari demdoq. Xo'sh. Bularni yo'tkab ketgan, shuni bilan bu ya istikam qo'dashsiz qolganligi uchun bu yerda fursat tug'ilgan. Bu ikkinchi chong omil. Hamda uchinchisi biraz masalaninki
siyasi tarafı var. Avval iqtisadi tarafım var elbette. İqtisadi tarafı kelsek, bu İdlib ve bu rayonlarını u yerdeki qo'zg'olonchilar kontrol qilayotgan bu rayonlarni 10 yıldan bu yan ular idare qilib kelganlik. Bu yerlerden nefis çıkıdı, baylıklar çıkıdı. Bu yerde ularınki bir xil iqtisadi gavdisimi şekillengen. Bular Türkiye bilan bo'lgan savdo munosabatlari, bu berish kelishlar orqali ma'lum darajada iqtisodiy jihatdami yuksalgan deyishga bo'ldi hamda. Chunki u rayon kichik, alayida besim bo'lmaganligi uchun kichik rayonlarningki iqtisodiy kirim manbasi yaxshi bo'lsa, idora qilish oson bo'ldi-chu. To'g'ri. Beyig'li bo'ladi. Ama çoğun devletini terakki qildirish beqish oson emas. Shunga bu yerdagi qo'zg'olonchilarningki bu jarayonda o'z igiligini tiklaganligi ham tashqi jihatdan yordam olganligini ko'rilishga bo'ldi. Va bu yordamni Turkiyadan oldimi, Amerikadan oldimi, kimdan oldi bilmaymiz. Ama ularning ishlatgan uçsiz aeroplanlari, sarxil qurollari ularningki mayli o'zi ishlab topgan bo'lsin yoki bir yerdan olgan bo'lsin, bir yordam olganligini ko'rsatdi. Endi bu yordam nereden keldi? Bu yerda deyilayotgan ikki narsa bor. Biri bularni Ukraina qismlaridan mutaxassislari kelib tarbiyaladi, qurollantirdi deyilyotdi. Mantiqliqmi? Mantiqliq. Çünkü Rusya Ukrayna'da uğraşıyotgandan keyin Rusya'nınki diqqatini çekish uchun Rusya'nın ittifoq dışının düşmanını terbiyelash Ukrayna istihbarotlari nuqtasidan mantiqliq. Mesela ben Ukrayna'nın istihbarat başlığı olsam qilamdim, kuchim yetsa qilaman. Shundaqmi? Xuddi nima deymiz, Chaushanningki askar evatsa, Janubiy Koreyaning askar evatganligi Evet, şunun o'xshash gap. Shunga mantiqliq. Ama Ukrayna'nın shundaq kuchi diqqati bormi hozir? Bu bir savol belgisi. Shu bilik. Shu yerga chaqqudak diqqati hamda-chu iqtisodiy ahvoli bormi? Uni bilmaymiz. Ama shunda deyilyotdi. Bu bir. İkinci bir ihtimallik hamda Türkiye. Türkiye yaqinqi bir yildan buyon kam deganda Suriyaga yarashaylar deyapti hamda-chu. Ammo Bashar Asad Turkiyaning talabini o'ylash qilib unamadi, nochilik qilib. Sen avval askaringni chekin diyor, andan keyin o'ylashimiz deyapti-chu. Hamda davlatlarga bir qatim talab sungandan keyin hamda yolvorib turavermaydi hamda-chu. boshqacharoq bir yo'l tutadi. Hamda undaq qazangan, mundaq tushmish deydi. Shunga ko'zlar Anqaraga tushdi hozir xalqaradan. Bu ishning keyinda Anqara bodi. Ya'ni Asadga sungan qo'lini Asad tutmaganlik uchun undaq bo'lsa, mani ko'rang deb Turkiya buni qo'zg'adi, deyapti. Ammo Turkiya buningga ega bo'ldimi? Rasmiy ega bo'lmadi. Türkiye'ninki tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotlar yoki Hakan Fidanninki bugun Iranninki tashqi ishlar ministri bilan o'tkazgan suhbatda degan gaplarning hammasi rayon tinchligini muhim o'rin qo'ydiganligini, Asadninki o'zininki qo'l ostidagi isyonchilar bilan yoki o'qituvchi kuchlar bilan tinch suhbat elib berishining muhimligini ta'kidladi. Yani Türkiye o'zininki Suriyaninki zimin bütünlüğünü qo'g'dash maydoni ve merkezi hükümetninki qo'zg'olonchilar bilan yarashish kerakligini o'ttirg'i qo'yganligi Turkiyaninki hamda qayta Asadni o'rish niyatining yo'qligini bildirdi. Buningdan hamda Suriyani, yana Asadni suhbat ustiliga zo'rlamoqchi degan bir uçurni alalaymiz biz-chu. Shunga hamda Türkiye bu ishning keyinida rol o'ynagan bir kuch deb o'ttirgan
qo'yilyapti. Mumkin mi? Mumkin. Chunki deganimizdek bir yildan buyon Asad bilan yarışib, sen Suriyadagi masalalarni hal qil, men yordamlashay. Ondan keyin Turkiyadagi fuqarolarimni olib ket. Namanchi tashlab bersa, men qachongacha boqaman bu necha million odamlarni debchu. Xo'sh. Deyotgan ahvol bu. Shunga hamda Turkiya bu ishni astirtdan qo'llagan bo'lsa kerak degan farazlar o'ttirdi hamda. Ondan keyin yana bir qarash qanchalik to'g'ri bilmayman, ammo shu yerdagi qo'zg'olonchilar nuqtasidan o'ylagan vaqtda menga mantiqliq keldi. Yana bir qarash. U bo'lsa-mu bu yerdagi hashtish nimaninki, HTShninki yoki Tahrir Shamninki o'zligidan harakat qilganligi. Ya'ni fursat keldi deb turib o'zligidan harakat qilganligi. Nima uchun ham o'zligidan harakat qiladi desa, chunki Türkiye bilan Suriyaninki yarashish mumkinchiligi ularni rahatsiz qilgan. Çünkü Türkiye Suriye bilan yarashdi degandan ma'nosi ularni setyapti degan gap. Yana men bularni tan tashlab beray, sen buning badiliga men bilan yarash, Kürtlarni bir taraf Kürt u yerdagi nima Suriye Demokratik Güçleri davatkan Kürt kurallıkları var. Türkiye olan terörcüler de qaraydı. Bularninki xatirini azaytish, bularga zarar berish badiliga ularni Suriye hükümetiga setib o'tishi mumkin. Shunga buningdan rahatsiz bo'lganlik uchun yo'q, men bu yerda bor, men bir o'yin o'ynag'uchi. Sen meni qatordan tushirib qo'yib, o'z oldinga Suriye hükümeti bilen, Suriye rejimi bilen muamele qilib ketsang bo'lmaydi degan shaklda o'zini isbotlash ehtiyoji uchun atlanib o'tirg'i chiqdi. Turkiya buni to'smadi. Turkiya buningki o'tirg'i chiqishidan bek mamnun emas, holatni ishg'ol qilishidan, elishidan. Ammo uni qat'iy to'sash nimasi yo'q, chunki unda qilib ular bilan dushmanlashishni xohlamaydi. Ham Asad Turkiyaga qo'l sungan ahvol yo'q, yarashaydi deb. Shunga bular hamda Türkiye tarafidan qurbon qilinishdan saqlanish uchun o'zi otlanib chiqqan degan bir qarash mavjud. Yana qarashjiq bu yerda, chunki u yerda hozir nayt murakkab qalaymaqan bir vaziyat. Shunga hamda masalani nuqul bir tarafdan yoki bir qancha video, bir qancha kishining tahliliga qarablam tushungan olmaydi. Her tarafdan o'ylashga to'g'ri keladi. Her tarafdan o'ylasak shundoq tushuniksiz bir narsa chiqadi hamda. Xo'sh. Endi yana bir tarmoq savol bor. Ashundan bilan tugataylik, bekin kashib ketdi. Rossiya bu yana yana tekrar qo'lladi hamda pul masalasi bor deyapmiz, iqtisod masalasi bor yoki neft yoki bundan bir qarash bor. Masalan, Rossiya cho'kib ketgan bo'lsa-mu, mushu qaytadan iyi holga kelish uchun mushu nima Suriya urushi kirganligi deyilyapti masalan. Qayta aslikka bo'lganligi mush nimaniki nimis ta'sir bo'lganligi masalan Suriya urushiga kirib. Endi mushunchalar bekalaqa nima mushta bir qiyin sharoitim Rossiyaga nisbatan qiyinda endi bu. Shundoq bir qiyin sharoitmi bu urushga yordam qilishini nima deb tushunamiz endi? Shunda kuchi bormi yoki amal yo'q bo'lib qoldimi? Endi Rossiyaninki bunday aytgan chaqda Rossiyaninki hamda dunyoviy bir kuch bo'g'isi bor. Shunday bir orzusi bor. Ammo armonga tushlik darmon yo'q degan gap. Ya'ni yanchuqdagi dasmoya qalladagi xiyolga, orzuga yetmaydi hamda-chu. Xo'sh. Shunga Rossiya hamda bani yetkizib nochilik qilishga tirishyapti. Bir tarafdan Rossiya
Groziyada harekette, o yerde armiyalarını turg'uzuqliq, yana bir tarafdan Qarabağda hazır kısmı barmı yo'qmi uqmadim, ammo Azerbaycan bilan Armeniya urushgan vaqtda uning orasiga yarashtiruvchi bo'lib kirib, tinchlik saqlash vazifasini Rossiya armiyasi ustiga oldi. Undan keyin hozir Ukrainada urush qilyotidi askar chiqarib, Suriyada bo'lsa hamda ikki dona bazasi bor. Biri Dengiz armiya bazasi Lazaqiyada, yana birisi havo armiya bazasi. Ondan başqa Rossiyanınki Tojikistonda harbiy bazaları bor. Yani Rossiya ojizliganligi amaliyot, ammo uncha yana bir peshbaga yarimg'idek holga kelib qolgan bir ahvolmi yo'q. Yana Rossiya. Shunga u O'rta Sharqda eng oxirgi qal'asi bo'lgan Suriyani aldirab tashlamaydi deb o'ylayman. Ham alohida jiq kuchmi ketmaydi deb qarayman. Hamda bu yerdagi vaziyatni besiqtirish uchun. Lekin hamda Rossiyaniki nimadan Chavshandan askar yo'tkaganligini ko'rsak, haqiqatan uqsal ahvolga tushib qolganligidek bir vaziyatni ko'ryapmiz hamda. Yoki Kim Jong-un bekorlik askar birayman desa, o'zimninki askar yo'lguchi bo'lsin deb akab ishiltib qo'ydimi? Yoki rostilla menda shu qadar amalsiz qilib Chavshandan askar talab qildimi? Bunimi bilib bo'lolmaymiz. Shu hamda Suriyadan mencha voz kechmaydi, ammo orzug'uchlik, ya'ni armang'uchlik darmoni bormi ko'ramiz. Chunki Lazaqiyadagi ikki bazadan ayrilsa hamda Rossiya O'rta Sharqdan tartibsiz qurib qolgan bo'ldi. Endi bugungi programmamizni mushunchalik qilaylik. Mushada oxirlashtiraylik hatta. Amsi kelar hafta görüşüş aman bolonlar. Hazır yani 22 qeyrindişimiz bizni ko'rib turadi-da, boshda qo'yamdi bir nechinim qilgan. Yana mush kechi demay bizni quruq gapimizni anglab, zerikmay, terikmay o'tirib bizga amir o'quninglarga, bizni yolg'iz tashlab qo'ymaganinglarga ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kelar hafta görüşüş aman bolonlar deganimizdek bizni qo'shib elishinglarni, bizga bo'lgan taklif fikringlar yoki o'xshamagan ko'z qarashinglar bo'lsa, yezib qo'yishinglarni tövençik bilan so'raymiz, chunki har birimizning kuzatish nuqtasi, o'ylaydigan fikri har xil bo'ldi, balkim yangicha fikrlar o'tirib chiqib qolsa ajab emas. Hamsa ko'rish aman bo'linglar. Sizning boshqa ta'kidlaydigan bir narsangiz yo'q axchan? Meniki boshqa ta'kidlaydigan narsam bormi? Mencha bir nuqtani ta'kidlash kerak deb o'ylayman. Suriyadagi Idlibdagi qurolli kuchlar, qo'zg'olonchilar deb atadiq biz normallashtirib, ular o'zlarini mujohidlar deydi. Bizning ichimizda ularni diniy siyosati bilan o'ziniki bir sepidagi kishilar qatorida ko'rdigan shunday dindor kishilarmi bor albatta. Men bizniki Uyg'ur xalqiniki hayajonlanmasligini talab qilaman bu masalada. Chunki ularning ideologiyasininki islom bo'lishi bizning manfaatimiz bilan munosabati yo'q. Biz Afg'onistonda Talibanninki qandaq Xitoy bilan birlashib, qandaq holatda Amerikaga qarshi turib va bugun qanday mavjud bo'lib turayotganligini ko'rdik o'tgan 20 yildan buyon. O'tgan hafta Rossiyaningki davlat mudofaa ministri Sergey Afg'onistonga ziyoratga bordi. Taliban ularni kutib oldi, qabul qildi. Agar ertaga Talibanning askarlari Ukrainaga bilib, Ukraina bilan birga urush qilsa, men hayron qolmayman. Nimishqa siyosiy manfaatlar taqozo qilgan vaqtda mollamlar fatvoni chiqirdi.
Yani mollamlar degenim hemde qanday mollam emas. Hökümetninki talepleriga qarta iş kirdigan mollamlar patvany çıkırdı. Şunun bilen bugün düşman dep qaragan kishilarga erta dostum dep muomala qiladigan, bugün dostum dep qaragan kishilar bilan erta murtad dep urushadigan vaziyat shakllanadi. Şuna Suriye'deki kurallıklar, İslamçılar olsun, yoki milletçiler olsun, demokratçılar olsun, bularninki g'albisi bilan bizninki milliy manfaatimizniki kesishadigan bir tarafi yok. Bular hatta bütün Halepni aptın, bütün Suriye'ni algan takdirdimi, bularning oldidagi eng cho'ng vazifa bizning davlatininki vayron bo'lgan ko'riklarini, yo'llarini, binolarini qaytadan qurib chiqish. Yeni devletni qayta qurish kim olsa olsin uning oldidagi eng cho'ng vazifa. Buning uchun yana xalqaro mablag' lozim, xalqaroliq dasmoyi lozim, xalqaroliq yordam lozim. Shunga yana oxirida bugun qaqshigan, tillagan, qag'igan shu Amerika, shu Xitoy, shu Türkiye, Rossiya degandek iqtisodiy cho'ng kuchlar yana oxirida ularninki talpindigan nuqtasiga aylandi. Yana xalqaro dasmoya, xalqaro mablag' shu yerga eqib kirib, shu yerni qayta qurmasa, u yerdagi binolar qayta silinmaydi, yo'llar qayta yasalmaydi, ko'riklar qaytadan silinmaydi. Buning uchun shunga quruq orzularninki, xiyollarninki keyni kirib, hayajonlanib ketmasligini umid qilaman. Demakchi o'g'limni tushundinglar mencha. Yetarlikmi shu? Meyli hadi. Buldu mesela Allah'a Mayli. emanet görüşkiçe aman bolunla yeni degan gapni yeni deb o'ttamay bilsizlar. Bo'ladi Allohga emanet. Allohga emanet.